Bizda davolangan bemorlarning farzandlari ota-onalari uyga chiqqandan keyin ularga qanday yordam beraylik, qaysi ovqatlar mumkin, nimalarga e'tibor berishimiz kerak deb juda ham ko'p so'rashadi. Hozir men sizga yoshi katta bemor insonlarga uyda siz qanday yordam berishingiz mumkinligi haqida aytib o'taman. Birinchi eng muhim narsalardan biri bu dorilarni nazorat qilish. Ya'ni ko'p holatlarda surunkali kasalligi bor bo'lgan yoshi katta insonlar bir necha xil dorilarni qabul qilishadi va bu dorilarni o'zini o'zini dozasi bor va ko'p holatlarda bemorlar dorilarni vaqtini o'tkazib yuboradi yoki esidan chiqib qoladi yoki butunlay ichmay qo'yadi. Shuning uchun ularga dorilarni maxsus qutilarini olib berilsa va vaqti yozib berilsa, agar buni unutib qo'yishadigan bo'lsa, qandaydir nevaralarni yoki farzandlarni biriktirib qo'yib dorilarni eslatib turilsa va ular dorilarni o'z vaqtida ichib turishadigan bo'lsa, kasallikni og'irlashishiga va turli xildagi og'ir asoratlanishini oldini olishga yordam beradi. Ikkinchi eng muhim narsalardan bu ularni harakatlarini cheklab qo'ymaslik. Ko'p holatlarda farzandlar ota-onalariga mehribonlik qilaman deb ularni butunlay harakatdan cheklab qo'yishadi. Faqatgina o'sha ular ko'proq yotoq rejimida, bitta xonada bo'lib qolishadi. Turli xildagi mayda-chuyda vazifalar, ishlardan ham ularni ozod qilib tashlashadi. Natijada ularda shunday holatlar sodir bo'ladiki, ular o'zlarini keraksiz his qilishlari mumkin yoki harakat butunlay cheklangani hisobiga ishtaha pasayib, hayotga qiziqish pasayib, uyqular buzilib, kasallik og'irlashishiga olib keladi. Shuning uchun ularni holatini inobatga olgan holda shifokor bilan maslahatlashib, ularga qanday yumushlarni uyda bajarishlari mumkinligini so'rab olib, ularni bajarish mumkin bo'lgan yumushlardan, ishlardan butunlay cheklab tashlash kerak emas. Albatta, ularni og'ir ish qildirish kerak emas. Ularga mumkin bo'lmagan ishlarni qilishga yo'l qo'ymaslik kerak. Lekin turli xildagi ishlardan, yumushlardan ularni butunlay cheklab qo'yish ularga yordam emas, aksincha zarar bo'lib qoladi. Shuning uchun shifokor bilan maslahatlashing, qaysi yumushlarni ular o'zlari mustaqil bajarishi mumkin bo'lsa, ularni qilishiga ularga yo'l qo'yib bering. Ularni bajarishi uchun ularga imkon bering. Uchinchi, siz ular bilan qilishingiz mumkin bo'lgan eng muhim ish bu ular bilan suhbatlashish, ularni dardini eshitish, ular bilan maslahatlashish. Chunki surunkali kasalligi bor bo'lgan insonlar borib ruhiy tushkunlikka, depressiyalarga uchrab qolishi mumkin va ular bilan muloqot, ularni kayfiyatini ko'tarishga urinishlar, ya'ni ularni kayfiyatini yuqori ko'tarish, hazillashish, ulardan maslahat so'rash, ular bilan turli xil mavzularda suhbatlashish ularni ruhiyatini yaxshi bo'lishga va depressiyaga tushgan bo'lsa undan chiqishga yoki depressiyaga tushishni oldini olishga yordam beradi. Shuning uchun o'zingizdan ma'lum bir vaqt ajratib, agar ular yoningizda bo'lmasa telefonda suhbatlashing, agar ular yoningizda bo'lsa albatta yonlariga kirib ozroq muddat ular bilan suhbatlashing. Sanab o'tayotgan muhim ishlarimizdan 4-inchisi esa ovqatlanish bilan bog'liq. Ko'p holatlarda surunkali kasallik, ayniqsa qandli diabeti bor bo'lganlar yoki yurak xastaliklari bor bo'lgan insonlarga mumkin bo'lmagan ovqatlar bor, taomlar bor. Ko'p holatlarda uydagi boshqa insonlar uchun, ya'ni farzandlar uchun, yosh bolalar uchun ularga mumkin bo'lmagan ovqatlar qilinadi yoki o'sha trendliklar olib kelinadi va ular ham shu mahsulotlarga qiziqib uni iste'mol qilib olishadi yoki o'sha ovqatlarni iste'mol qilishga majbur bo'lishadi. Shuning uchun bunday kasalliklar bilan og'rigan bemorlar bor bo'lgan xonadonlar ovqat tayyorlashda ham ularga mumkin bo'lgan ovqatlarni tayyorlashga, ularga mumkin bo'lgan mahsulotlarni olib kelishga va mumkin bo'lmaganlarni imkon qadar olib kelmaslikka harakat qilishi kerak. Chunki sog'liq faqat dorilarni ichish orqali yoki shifoxonada davolanish orqali qaytarilmaydi yoki saqlanmaydi. Sog'liq uydagi nazorat, to'g'ri ovqatlanish, kerak bo'lmagan mahsulotlardan voz kechish va albatta ruhiyatning yaxshi bo'lishi bilan ertaroq, osonroq saqlanadi va asoratlari oldi olinadi. Va 5-chi qilishingiz kerak bo'lgan bu ularni sog'liqlari haqidagi ma'lumotlarni bilish va shu asosda ularni nazorat qilish. Ya'ni ko'p holatlarda surunkali kasalligi bor bo'lgan insonlarda ma'lum vaqt o'tgandan keyin sog'liqlari o'zgarishi, yomonlashishi mumkin. Ya'ni tibbiyot tilida biz buni dekompensatsiya deymiz, ya'ni normal holatdan o'zgarish. Bu odatda bemorlar davolangandan keyin 6 oyda,
1 yilda, ba'zilarida 2 yilda sodir bo'lishi mumkin. Buni shifokorlar bemor davolangandan keyin yoki shifoxonaga ko'ringandan keyin odatda aytishadi. Otangiz yoki onangiz yoki palonchi pismadonchi 3 oydan keyin bir ko'rining, 6 oydan ko'rining yoki 1 yildan keyin bir mana bu tekshiruvlardan o'ting yoki shifokorga ko'rining. Shuning uchun ularni sog'liqlari haqidagi ma'lumotlarni bilib, ular qachon o'zi shifokorga borish kerak, qaysi ko'rsatkichlarni nazorat qilish kerak, qand miqdorinimi, qon bosiminimi, yurak urish sonini yoki balkim mochevina, kreatinin yoki baribir qandaydir qon tahlillerini nazorat qilish kerakdir. Shularni nazorat qilish uchun albatta siz ularni bilishingiz va buni siz rejangizga kiritib qo'yishingiz kerak. 3 oydan keyin, 6 oydan keyin otamni yoki onamni yoki mana shu farzandimni mana shu shifokorga olib borishim kerak yoki mana bu tekshiruvdan o'tkazishim kerak deb. Yuqorida sanab o'tilgan shu oddiy ishlarni qiladigan bo'lsangiz, otangiz, onangizni sog'liqlarini mustahkam bo'lishini va turli xildagi og'ir kasallik, og'ir asoratlar bilan asoratlanmasliklarini oldini olishga erishasiz.